Xo'p do'stlar, men yolg'onchimanmi yoki-da yo'q? Red degan kinoni Instagramga qo'ygan kunimdan boshlandi. Kommentariyada sen yolg'on gapiryapsan, bu kinoning ilon hamlasi, bu Red emas, sen hammani aldayapsan degan gaplar. Hozir men sizlarga bu kino nomi haqiqatan Redligini, ilon hamlasi boshqa kinoligini isbotlab qo'yaman. Xo'p, mana ko'rsanglar bo'ladi, mana Telegram kanalim. Mana Orinov.uz. Tak. Mana Red 1, Red 2 qismlar. Mana kiramiz. Mana ko'rsanglar, Red birinchi qism, Red ikkinchi qism. Kostyumni ham. Men Instagramga joylagan joyim mana shu yer. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana men bu yerda Red 2 kinoning nomi mening yurtim telekanalida qo'yilgan bu kino. Va mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana kino nomi Red 2. Mana Hazırlashyapsizmi? do'stlar, bu kino ilon hamlasi emas. Ozgina ishlatinglar. Ilon hamlasi boshqa kino, faqat shu aktyor o'ynagan xolos. Barcha kinolarni Telegramdagi Orinov.uz kanalim orqali ko'rsangiz bo'ladi.